Assalomu alaykum. Oryol studiyasi kanalimizni ashaddiy muxlislari, bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Shahrisabz shahrida shunaqa bir ajoyib Safiya to'yxonasida bugun Shahrisabz primadonnasi Sho'ra opamni bugun farzandlarini qo'ylarni birgalikda guvohi bo'lib turibmiz. To'y boshlanish arafasida bugun Shahrisabz tumanida kollegiya, ya'ni kollektivlarimiz, hofizalar to'y yor o'lalla bularsiz o'tmaydi. Mani lider yuragimdagi eng ajoyib yaqin apalarim Sho'ra opamni bugungi to'y bilan tabriklaymiz. Bugungi bizdan uzoqlashmay aziz kuzatib boruvchi kanalimiz a'zolari bugungi jonli ijroda Ulug'bek Usoqov, xullas vohamizdagi barcha san'atkor, hofizu hofizalar bugun hammasi primadonnani to'yiga xizmatda. Shunday ekan bizdan yiroqlashmaydi. So'z Oynaz opa. Assalomu alaykum. Qadarroq. Aziz Shahrisabzlik yaxshi insonlar, kuzatuvchilarimiz. Bugun badiiy so'z ustasi, shirinafas ovoz sohibasi, ajoyib pedagog singlimiz Sho'raxonning farzandlari Ilyosxonni, Farzonaxon ikkalovlarini baxt visol oqshomlari. Ikkala yosh baxtli bo'lishsin Sho'raxon, o'sha qarishsin. Farzandlarning baxtu kamolini ko'ringsin gelgan. Sizdan eshitamiz. Rahmat, qizlar gapirsin. Dilsuzxon, Nodir opa ustoz birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli aziz Shahrisabzimizning aziz kuzatuvchilari. Mana bugun qarang, Sho'raxon qizimiz shunday chiroyli kelin olyaptilar. Biz ana shu fursatdan foydalanib, mana shu qizlar nomidan ana shu qizimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim bu kishini doimo farzandlari ostida mana shunday chiroyli bo'lib yurishlarini Allohdan tilab qolamiz. Sho'raxon, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Keliniz qo'yqadamli bo'lsin. Rizqli, nasibali bo'lib kelsin. Illa xizmatdan ortmang. Yaxshi kunlaringizga mehmon bo'lib yuring. Beshi to'ylarga ham kelaylik. Baxtli bo'lsin. Va Xudo xohlasa bugun unutilmas kun. Yana bir chiroyli yoshlarimizni yaxshi kunlarning xizmatida bo'laylik, ko'ramiz bu yo'lda bo'ladi. Lekin Sho'ra opamiz to'ylari haqiqatdan ham mana Quvonchbekjon aytgandek, unutilmas taqdirda. Haqiqatdan mehr berib to'y qiladilar. Ilohim yaxshi kunlarda, sizlarning ham yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Bizdan yiroqlashmang, bizni kuzatib boring. Xudo xohlasa bugun to'yimiz shunaqa atlushi chiroyli to'y bo'ladi. Biz hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Jonli ijroda bugun barcha san'atkorlar, hofizu hofizalar biz bilan birga. Deyaptilar, gapirish fonogramma qilamiz. Joy faqat bizda fonogramma. Yo'q, Oryol studiyasiga omad. Sho'ra opa, Alla Pugacheva. Omad. Shahrisabz tumani hofizalari eng mujik ayoli. Yaxshi ko'raman opajonim. Xudo xohlasa to'ylarga ulashsin. Doim yaxshi kunda birgalikda xizmatda bo'lamiz. Sizlarning hammangizga omad. Oryol studiyo. Oryol studiyasiga ham katta rahmat. Ijodlariga omad tilaymiz. Ijodiylar hech qachon to'xtamasin. Doimo shunday. Oryol studiya nomer 1. Ana kuyov, mana kuyov gap topildi qizlarga niyat qiling. Mana shunday to'ylar qilmoq nasib etsin sizlarga. Kuyov yorun kutaverib sabri qoldi juda oz. Kuyov jura kulib aytar, oyog'ini sekin bos. Demak, shovqin boshlandi. Ana keldi-kelajak ostonadan kulib turar. Aytaylik biz shirin bir tilak. Bismillah deb boshlaymiz. To'yxonamiz davrasin. 2 yoshning sevgisi
Parvardigor asrasin. Kelima-yu shahodat ezgu yo'lga boshlasin. Ota-ona duosi doim sizni qo'llasin. Avvalambor assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim. Assalomu alaykum to'y sohibi sohibalarimni. Yurakga yaqin, dilga yaqin mehmonlari va mezmonlari. Barchangizni avvalambor salobatli va izli to'yxonalarimizdan biri Sofiya to'yxonasiga sog' salomat ko'rtirganimizdan bahoyatda shodmiz, mamnunmiz. Assalomu alaykum deymiz bugun qo'li ko'ksida qalbiy iymon bilan limonlanib turgan yaxshi niyatlar bilan go'zal ko'shona. Albatta ajoyib to'yxonalarimizdan biri bo'lmoq Sofiya to'yxonasiga tashrif buyurgan hurmatli xonimlarimiz, janoblarimizga bemuzga lutfu kalomlar bilan so'zimiz boshi yana bir bor o'zbekona salomlar bilan assalomu alaykum. O'zbekiston lutfilar assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar xush kelibsizlar bugungi fayzli to'yxonamizga, koshonamizga, fayzli xonadonimizga xush kelibsizlar. Safo kelibsizlar. Qadimiyligi ushbu fayzli xonadon sohibi sahobalarning hasan sohbatlari. Bugun albatta ajoyib kunni bilasiz, elimizni, xalqimizni unutilmas to'ylari, yaxshi kunlari. Bugun birgalikda aziz mehmonlarsiz o'tmaydi. Albatta qarangki, har narsaning sababchisi bo'lganidek, bugungi unutilmas quvonchli baxtli bochamizni, chiroyli to'y davrimizning sababchilari, davrimizning to'ridan, qalbimizning qo'ridan shunaqa bir-birlariga ajoyib o'ziga ko'z qo'ygandek yarashib turgan davrimizning qiroli va qirolichasi, ya'ni birlari kuyov bo'lmoq kuyov bola Ilyosxon hamda kelin singlimiz Farzona oilalarga barchamiz nigohimiz qora ko'zlarimiz qaratilgan. Tohir Zuhroyu Farhodo Shirin o'laviyatda qilimga kelibgina ta'zimaylab boshiga turgan buyuk yosh baxtli bo'lsalar, borgan fayzli xonadonlarga tilib, tinchib, sevib, bir-birlarini tushunib shunaqa bir chiroyli baxt qasrini qursinlarki, bularni qurgan namunali oilasiga hammamiz har doim orzu-havas nigohlaringlar boqishlikni Alloh nasib etsin. Avvalambor barchangizni Allohning nazari tushgan xonadonlardan biri Sadullayevlar xonadoniga xush ko'rdik deymiz. Xush keldingiz, safo keltirdingiz. Bugun Sadullayevlar xonadoniga katta to'y tantana ekan. Bugungi tantanamizning asosiy sababchilari Faxriddin akamiz hamda ajoyib suxandan opajonimiz Shoiraxon opajonimizning xonadonlarida xush kelibsiz deymiz yana bir bor. Yoshlarimizga, ya'ni kelin-kuyovlarimizga esa baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz. Allohim buyuk yosh kelajakda eng fayzli namunali xonadonlardan biri bo'lishiga tilakdoshmiz. Baxt nima yoningda yoring borligi, sog'ingan chog'ingda intizorligi. Baxt nima yoringni yongan ko'zlari, sevgidan, muhabbatdan minnatdor shirin so'zlari. Kelin-kuyovlarimizga yana bir baxtdan oltin taqdirlagan holda Allohimdan so'raymiz. Kelin-kuyovlarimizga Allohim surpasidan quruq qo'ymasdan bir etik solih va soliha, mu'min va mu'mina, yetim o'chali sog', otam, onam deydigan muslim va muslima farzandlar ato etsin. Farzandlarini beshik to'ylarida do'stlari qatoridan kam bo'lmaylik. Bundan ham chiroyli, bundan ham go'zal to'ylarni guvohligida turmoqlik, xizmatdan bo'lmoqlik sizlar qatori voy bizga nasib qilsin deymiz. Albatta ajoyib kunlarni, chiroyli to'ylarni mana shunaqa aziz mehmonlarsiz, san'atkorlarsiz, xizmatkorlarsiz sabr qila olmaymiz. Bugun ushbu xonadon sohibi va sohibalari birgalikda bizni barchamizni to'yga chorlab, to'y dasturxonlariga dehqonni qadoqlar bilan tayyorlangan barcha noz-ne'matlarni, shifo bag'ishlangan bahoriy taomlarni tortib o'tishibdi. Biz aziz mehmonlarga yaxshi kayfiyat topishga tilaymiz. Dasturxondagi barcha noz-ne'matlar aziz mehmonchoylar uchun muttasil. Kelin-kuyovlarimiz uchun bezatirlik taktikal koshonalariga bu kelin-kuyovlarimizni o'tirishga ruxsat beramiz va davrimizni ochiq deya e'lon qilamiz. Kelin-kuyovlar o'tira olishingiz mumkin. Davramizlar uchun muttasil. Kamning sunnaylarning sadosi bilan, sho'g'ingning muhabbat vafosi bilan. Qadam qo'ydingizing gullarga to'lsin, kelinchak aqli bosing muborak bo'lsin. Mo'yingiz qaynonangni qilgan jimishton, garchi sog'intirding sog'indik biroq. Bugun ayri bo'ldi ayriliq biroq, fazli kamoling bir darak bo'lsin. Kelinchak kuyov senga muborak bo'lsin. Albatta azizlar, bugungi to'yimizni san'atkorsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunday ekan bugun Shahrisabz shahrining o'z soziga, o'z ovoziga ega bo'lgan xushovoz xonandalaridan Ulug'bekjon Isoqov bugun san'at xizmatingizda go'zal yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimiz, to'y sohiblari hamda siz aziz mehmonlar uchun mana bugun xonadonni sohibi va sohibalarining quvonchlari benihoya cheksiz. Chunki bu insonlarning orzu-niyatlari ushalgan kun. Fursatdan foydalanib, shoir opamizga to'ylar muborak bo'lsin.
Davramizni to'g'rida qalbimizni qo'llovtirgan 2 yoshga baxt tilaymiz, o'zlaridan ko'paysin, shirin farzandlar ko'rishsin. Ilohim, farzandlari ko'p bo'lib, bundan katta to'g'ri qilib berganda qatorimizdan xato bo'lmasdan birgalikda xizmatlarda bo'laylik. Yoqimli ishtaha, xush kayfiyat hamrohinglar bo'lsin deb ashulalarimizni boshlaymiz. Marhamat. Davramizga mochvon degan mehmonlar bunday keki bo'ladigan shu qo'shiqlarimizga sana davramiz markazga kutib qolamiz. Bugun shoiramiz to'yga juda ham ko'plab san'atkorlar tashrif buyurgan, ko'plab elimizni, xalqimizni xodimda xizmatda bo'ladigan raislarimiz, ustozlarimiz barchalar tashrif buyurishgan. To'ylar yaxshi kunlar yana bor. Muborak bo'lsin. Barcha mehmonlarimizga yaxshi keladigan so'zlarga to'ylar esa xazinalarga olasizlar. Qiyos yo'q uning mehri bir daryo, o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. O'nta bo'lsa o'rni boshqoning shu. O'g'lim otashidan yaralgan uchqun. Qizim parilardan chehrasi gulgum, qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek. Dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Ilohim o'zbegimmi? O'zbekona to'ylarga ko'rsa yemasan, to'ylarimiz to'ylarga yaxshi kunlarga o'rashsan. Bugun ushbu fayzli xonadon sohibi va sohibalarni birgalikda Ardan akamma, Sho'rapamma ajoyib chiroyli to'y bilan, unutilmas ayyom bilan, go'zal kelin bilan, kelin tomonidan kelgan Xudo mehmonlaringiz al-qomatli mard o'g'lon, kuyov bilan muborakbod etaman. Ikkilar tomonga to'ylar muborak bo'lsin birlari. Kelin bilan birlari kuyovlik bo'lishdi Xudo xolasa, shu xonadon mahallada eng namunali, shunaqa bir ajoyib oila qurishsinki, bulardan dunyoga kelgan farzandlar elimizga, xalqimizga xizmat qiladigan sog'lom va solihalar bo'lib o'tishini biz tilaymiz. Kelin ko'larimizga baxt tilaymiz. Bugun ajoyib unutilmas ayyom. Bugun davramiz to'lib toshib chiroyli bo'lib turgan pallada davramizni to'g'ridan, qalbimizni qo'ridan joylab turgan aziz kelin ko'larimizni ko'zlarini oq qorollari, yurinlari bir parchalar bo'lmoq aziz ota-onalar davramiz vodiy maydoniga mikrofon qarshisiga taklif qilsaga marhamat. Qalbimizda chiroyli tilak savoblardan beradi darak. Sizga izhor ayladik istak, to'ylaringiz bo'lsin muborak deya xonadon sohibi va sohibalariga, xudojonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Birlariga go'zal oqila kelin, birlariga esa kuyov muborak bo'lsin deya kelin kuyovlarimiz uchun atalgan samimiy, go'zal izhorlardan davramizni davom ettirsakda, hurmat va ehtirom bilan siz u bizni yig'ib chiroyli to'ylar berayotgan kelinlar, kuyovlar qilib bag'lari to'lib turgan kelin kuyovlarimizni dadajon hamda ayajonlarini badiiy sahnamizga taklif qilsak degan umiddamiz. Qani marhamat, kuyovimiz Ilyosxonni ota-onalari Faxriddin akamiz hamda Shoiraxon opajonimizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Bugun kelin qo'shonimiz Farzona oyna ota-onalari qolaversa, xudojonlarimiz bugungi davramizning aziz mehmonlaridan bo'lib, davramizni to'ldirib o'tirishibdi. Shunday ekan, Xudo opamiz hamda Xudo akamiz Dilshod aka hamda Nilfarxon opajonimizni ham badiiy sahnamizga chorlasak-da,
chiroyli samimiy tilaklarni ota-onalardan tinglasak degan umiddamiz. Marhamat, to'y sohibi va sohibalari qudachironlar, davramiz sizlarga muttasil. Bugun farzandlaringizni baxtli unutilmas onlari ekan. Farzand dunyoga keladigan ota-ona mana shunday baxtli, mana shunday chiroyli onlarni kutib yashaydi. Mana shunday kunga yetkazganga avvalambor Allohimga shukrlar aytgan holda ota-onalarimiz go'zal tilsonlar bilan davramizda yanada go'zal bo'lishiga hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Marhamat. Keling o'g'limizga maqtanamiz, biz davramizga aziz ota-onalarni taklif qilamiz. Birgalikda qani Faxriddin aka, sho'rota xudodan olib kelasiz. Bugun mahallada shaharga ishladu, gap, mush, nimaymish. Sho'ropamma Faxriddin akamning xudolari shunaqa bir ajoyib o'zlariga mos hosilmish. Bilganlar xudodirmish. Bilmaganlar opa-singil aka bo'lsa kerak deyarmish. Biz davramiz badiiy maydoniga. Ikkala xudolarini chorlaymiz sho'ropa. Faxriddin aka kelinglar, to'ylar muborak bo'lsin. Umiddan chiroyli samimiy dilsizlarni aziz onajolar shu tomondan kelasiz. Keling o'g'limizga baxtli muzoraqa baxtli bo'lsin, hayotlari shirin, shakar, farzandlarga boy bo'lsin. Alloh ularni solih va solihalar bilan siylasin. Deydilarki, ota rozi, xudo rozi. Faxriddin aka, xudo to'ylar muborak bo'lsin. Bir yiliga kelin, bir yiliga kuyov muborak bo'lsin. Bugun shunaqa bir ajoyib kunda mustaqillik bayrami kirib keldi. Mana shunaqa bir qo'shaloq to'y, qo'shaloq mazamda bugun yenu hatta duosini olib, yerga dasturxon yozib, chiroyli to'y bermaslar, boshiga to'ylar chiqmasin. To'ylar muborak bo'lsin. Keling, hadi kezgonliklarni bugun aziz farzandlarni baxtli uchun bilamiz. Marhamat. Bitta chiroyli farsi inshaalloh qo'yamiz. Rahmat, Faxriddin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh aytganingizga kelsin. Keling o'g'limiz baxtli bo'lsa, baxtlarga ko'z siymasa, dadda kezgon etani, kelin sinimizni dadajonlardan eshitamiz. Xudo to'ylar muborak bo'lsin. Kelgusi yil Hasan Soliga, Fatima Zahrovaga, Toy Kasroykalarga qo'sh beshik olib kelishni sizga gurullatib xuddi bugungidek dasturxonlarni rezinaday cho'zib to'y berishlik Faxriddin akamga nasib etsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, bitta qarshi inshaalloh dadajonlarimizga katta rahmat aytgan holda Munisa mehribon onajonarimizga yuzlanamiz. Agar menga bersalar savol dunyoda kim eng aziz inson, aytardimki Munis mehribon men uchun eng aziz onajon. Avvalambor onajonlar assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinlar, kuyovlar muborak bo'lsin. Bag'rlari to'lib qolgani rost bo'lsin. Kelin emas, qiz bo'lsin, nasib bo'lsa Shoira opajon. Allohim xizmatlaringizda bo'lsin, o'zidan ko'payib o'nib o'sib yursin. Xudo jonimizga ham o'g'illarning soni ko'paygani rost bo'lsin, kuyov emas o'g'il bo'lsin. Doimo sog' bo'ling. Marhamat, endi chiroyli tilsizlar sizlardan. Bugun yaratganligimda yana bir karra mana shunday chiroyli menga baxtni ato etgani uchun, mana shunday go'zal kunni ato etgani uchun Allohga hamdlar aytib qolaman. Ilohim, mana shu davramizga tashrif bergan har bir mehmon men uchun qadrli, men uchun kelgani uchun, qolaversa quvonchimga sherik bo'lish uchun davramizga tashrif berganlar uchun hammalaringga bugun rahmatlarimni yog'dirib qolaman. Rahmat. Hamma kelgan mehmonlarimizga tashakkur. Ilohim sizlarning ham xonadonlaringga chiroyli to'ylar bo'lsin-u, meni kamarbasta bo'lib xizmat qilishlik nasib aylasin. Farzandlarim eng go'zal kunlarni ko'rsin. Men ko'rmagan, biza ko'rmagan kunlarni ko'rsin. Yaratgan ekan bularni chiroyli bir nikoh deb atalmish rishta bilan bog'layotgan ekan, mana shu rishtalari ilohim abadiy bo'lsin, sog' bo'lsin. Men Xudoga bugun rahmat aytaman. Chunki jonlaridan uzib menga jon beryaptilar. Xudoga rahmat sizga. Tashakkur.
o'ylamasdan, netmasdan men bilan mana shunday chiroyli rishtalarni bog'layapsiz. Bugundan boshlab siz singlim, qizingiz qizim bo'lsin. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Xonadonimizga faqat ana shunday omonlik, tinchlik kunlar bo'lsin. Xursandchiligimizga mana shundan ham ko'proq insonlar kelganlar bo'ladi. Ilohim farzandlarimizga ko'z tegmasin. Yana kelda esa biz haqiqat to'ylarni boshlarida bo'lishdik. Ikamizga dadajonlar sizlarga nasib qilsin. Rahmat, Xudo sizga rahmat. Qo'rqmasdan qizingizni menga topshirdingiz. Tashakkur, rahmat. General Leona Qirolicha Shoira opamga bitta qarsiy bo'lsin. Bu olqishlar siz uchun. Keyin rahmat aytaman Shoiraxon opajonimizga chiroyli samimiy tilaklari doimo farzandlariga hamroh bo'lyursin. Albatta to'y kuni hammadan ko'ra kuyovimizni onajonlari xursand bo'lar ekanda. Qizlarimning soni ko'paydi. Vaqtida ishlarimni qiladigan, vaqtida oy choylarimni damlaydigan qizlarimning soni ko'paydi deb bugun Shoiraxon opajonimiz juda xursandlar. Nasib bo'lsa bu xursandchiliklaringiz umringiz oxirigacha davom etaversin. Doimo sog' bo'ling. Marhamat opajon. Baxt tilayman. Shaharda yursin. Hamisha yomon kunlari ham ana shunday xursandchilik bilan o'tsin. Rahmat. Xudo opajonimizga ham katta rahmat aytamiz. Chiroyli dilxolari doimo farzandlariga hamroh bo'lyursin. Qudaychiliklari mengachilik bo'lsin. Nasib bo'lsa kelasi yil 5 to'ylarga taraddudlar ko'rish mana shu ikkala tomonga ham nasib etsin deymiz. Kelinglar o'g'limizga baxtli muzorafa baxtli bo'lsin. Allohim bundan shukr, shakar farzandlar bilan siylasin. Taqdiriga Shoirapa qarab turman shunaqa bir ajoyib yosh, simpatik oila bilan bugun Xudochilik oltin zanjirlarni bog'labsizlar, zulmat sirshlar abadiy bo'lsin. Xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Xudo xolisi kelgusi yil qo'shola namirligi, buvijon, bobojon bo'lishlik, haqiqatda to'ylarni boshida bosh bo'lishini Xudo nasib etsa, keling, oling Xudo, bering Xudo, odatimiz o'lmasin deyishadi. Shu Xudolarga bitta quchoqlashib, tabriklashib qo'yinglar. Baxtli aka siz ham. Xudoga bitta qarshi bo'lsin. Bitta rost bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Xudo xolisi shirin shakar navbatdagi ayollarning aytishini Alloh nasib etsa, keling o'g'limiz aziz onajonlarga, atigi esalik sovg'alar bor biz davramizga. Faqat opa-singil ayollarimizni iltimos qilamiz, olib kelgan bola jonlar nazarcha asiylarni 5 daqiqa ushlab tursa biz davramizni chiroyli marosimimizni o'tkazib olamiz. Birgalikda chiroyli qo'shiqlarimiz bilan marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi malikalar ham jim tursin. Bu mana onam bo'lar qirolicha. Bu mana onam bo'lar qirolicha. Qirolicha. Qani chiroyli esdalik suratlarga tushib olamiz. Qo'llardan guldasalarni olasizlar degan umidamiz. Bugun Shabos xonandamiz Ulug'bekjon Soqovning eng chiroyli, eng go'zal sara qo'shiqlari avvalambor onajonlarimiz sizlar uchun marhamat. Teşekkür. Endi biz sho'x taronani boshlasak, daramiz markaziga, onalar raqsiga, raqslar maydonchasiga qudalarimizni taklif etamiz. Marhamat! Chamanni ambari, qaysi makon sarbari, ro'za yoqib misani qaysi konni gavhari.
Sharofxon aka, farzandlaringiz İlyasxon, Farzonaxonlar o'z baxti taxtida qo'shiq qarishsin, uvali juvali bo'lishsin. Kelgusi yilda Ilyosjonga otalik baxti nasib aylasin. Farzona qizimizga beshik quchoqlab, alla bolam deyishlik baxti nasib aylasin. Ular chiqqan baxt taxt-o'ramonlari muborak bo'lsin, qo'shiq qarishsin. Doim yashil niyatda, yashar hurmat izzatda, endi hurmati katta Faxriddin ota xonadonlarin. Ochiqdir dasturxoni, haloldir topgan noni, hurmat qilar mehmonin Faxriddin ota xonadonlarin. Ko'zlar farzand kamolin, istar uni iqbolin, teng ko'rar qiz o'g'lonin. Shoiraxon Faxriddinjon xonadonlari. Ana shu yoshlarimiz qo'shiq qarsin, baxtli bo'lsin. Biz bilan siz faqat yaxshi kunida ana shunday tashrif berish nasibi ro'z aylasin deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Shoiraxon xonadoningizdagi qutlug' ayyom muborak bo'lsin. Biz mana shu boshlovchilar ichida Shoiraxonni mushrik ayol deb hisoblaymiz. Mana shu ayolimiz uchun bir guldiroz qasaklar chalib beraylik. Yashang, sog' bo'ling, qadrli xizmatda bo'ling ilohim. Keliningiz qo'rqadamli bo'lib kelsinlar xonadoningizga, qo'sha nabiralar ko'ryuring. Faqat dasturxoningiz to'kin sochiq bo'lsin. Bizni mana shunday to'yga taklif qilganingiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Avvalambor yaxshi kelib muborak bo'lsin Shoira opa. Bugun yozilgan mana shunday chiroyli to'yga dasturxonlarimizni ajri bilan avvalambor Allohim to'ldirsin. Yaxshi kelib muborak bo'lsin. Endi yoshlarni baxtini ko'rib yana bizdan nima ham der edik, mashalloh. İnşallah kelgusi yilda kuyov bo'lamiz, o'ng qo'llarda Hasanjon, chap qo'llarda Husanjon yoki bo'lmasa malikadagi qizlarimiz kelin poshamiz o'ng qo'llarda Fatima, chap qo'llarda Zuhrolarga alla bolam qo'shiqlar aytsinlar. Avlodlaringizga olim ulamolar eshitib chiqsin. To'ylarda mana shu kechki bo'lsa ham kelsak ham xizmatda bo'lish nasib qilsin. Yana bir bor kelin muborak bo'lsin opajon. O'tirgan mehmonlarni ham olib chiqinglar. 360 tomiridan turist so'ziyakka. Kelishimdan kezi bormi? Ishqila ayirsa bo'lmi? Ana ko'z qo'ymaydi, ana ko'z qo'ymaydi, ana ko'z qo'ymaydi, qora ko'z kelmaydi. Tasqariga bo'layapti.
bo'ling, bo'ling, olish kerak, olib albatta. Onlar